Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Mana bugun biz dekabrning 1-kuni xudo xolasa endi yangi aksiya boshlaymiz. Endi bu aksiya emas. Qo'ldan kelgancha arzon beramiz. Hech kimga maqtanib dunyodagi eng arzon biz demaymiz. Qo'ldan kelgancha boricha siz ko'rgandan arzon qilishga harakat qilamiz. Demak, bular hammasi ishlatilgan va kam ishlatilgan shaylardan orasida bor. Boshlaymiz. Demak, biz aytibdi, manzilimiz Toshkent shahar, Malikazor Avos 9 do'kon. Butun o'lcham bo'lib yetkazish xizmat bor. Unda tashqari bo'lib berish xizmati ham bor. Demak, boshlaymiz. Birinchi Vectus Cora 5 12-avlod. 16 ga APK bor, DD4 va ekrangiz Bluetooth qo'ndirgiz. 512 ga SSD bor. Eng muhimi videokartasi RTX 3050 4 GB. Buni narxi 450 beramiz, lekin sifat zo'r, holat yaxshi. Bilasiz, hozir vaqtda APK va SSD narx ko'tarilgan, o'shaning uchun ham buni narxlari sal ko'tarildi. Aniq bilaman, yangisi ham bu ham ko'tarildi narxi. Keyingisi MSI Core MSI Ryzen 7 7000 seriya. DDR5 bu ham xuddi shunaqa 16 APK bor, DDR5 512 SSD va videokarta RTX 2050 4 GB. Photoshop, AutoCAD, CorelDRAW shu grafika ishlab olib hammasiga bemalol bo'ladi. Bu narxi 440 beramiz. Chunki to'g'ri ko'rsatgan yaxshi. Keyin masalan sizga narxni arzon aytib, keyin bunaqa narx deyish noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun imkon boricha to'g'ri xabar aytamiz. Bahoat yaxshi, 5 baho, chaqalar yo'q. Hozir masalan yangi turibdi hali. Keyingisimiz bu Ryzen 7 6000 seriya, bu ham gaming notebook Nitro 7000 seriya, 6000 seriya, 16 APK bor, 512 SSD bor. Eng muhimi videokarta RTX 3060, ekran gerisi 165 Hz. Buni narxini necha beraman? Buni narxi 500 dollar. Yarim keshdamiz. Hozir zo'r motion notebook 500 dollar beramiz. Asos taf Core 7 11-avlod, lekin sassiyani yangi turibdi hali, 11-avlod. Videokarta RTX 3070 videokarta, ya'ni 8 ga videokarta. RTX 4060 dan yaxshiroq bundan hozir Ultra videokartasi. Bunda APK 32 GB, DDR4 va 2,5 TB SSD. Ko'ryapsizmi qanaqa? Hozir buni ichini sochsangiz o'zim bo'lib chiqadi. Misol uchun hozir SSDsi bor, 2,5 TB. Bir tera SSD bo'lsa-da narxi 100 dollar turadi. Ikkita bor bunda hozir, pashti. Boringki, 150 dollar. SSD shunaqa narx shunaqa. 30 ga APK bor. Videokartasi 3070. Narxi 620 dollar beramiz. Core 7 yangi holatda turibdi. Asus TUF. Bu keyingimiz Asus TUF Ryzen 7 7000 seriya. Bu ham shu 16 APK bor. 512 GB SSD xotirasi bor. Eng muhimi videokarta 4060. Mana bu yerda operasyon. Videokartasi 4060. Yaxshi, hozir zo'r 5 bahodan 5 baho. Misol uchun chaqilgan, tirnalgan joylar yo'q. Masalan, yaxshi notebookimiz. Bu narxni necha beramiz? Bu narxni 6 dollar beramiz. Sababi buni videokartasi kuchliroq videokarta. Bu keyingisi, bu ham zo'r chiqqan monster notebookimiz. Acer Core 5 13-avlod, 16 ga APK bor. 13-avlod, 16 APK bor. Videokarta RTX 4060, ekrani Bluetooth qo'ndirgiz, tagi RGB, hozir sostanasi yangi. Narxi 550 dollar beramiz. Bunda narx bozorda yo'q. Keyingimiz HP Omen. HP Omen bu juda monster. HP Omen Core 9, i9 13-avlod, 13 9000 HX prosessor. Eng muhimi bunda videokartasi 4070, videokarta menimcha 4060. Bunda ekran gerisi 240 Hz, sababi bu i9 bo'lgani uchun 240 Hz. APK 16 APK, 1 TB SSD. Narxi 9 dollar. 9 ga yarasha kuch-qudrati bor. O'z Omen yaxshi kompaniya, yaxshi ishlaydi. i9 16 ga 1 TB, videokarta 4060, 240 Hz ekran bilan, narxi 9 dollar. Keyingimiz mana bular yangi chiqqan. Bu SP Predator Heliosning kichkinasi, bu Neo 14 deyiladi. Bular yangi, bundan 4 ta bor. Buni sotdik, yana qaytib keldi. Agar buni 950 dan 1000 dan sotdim kerak bo'lsa, hozir buni narxi chiqib ketadi. 9 dan beraman, kelaversin bemalol. 9 dan beraman. i9, i7 Ultra 16 APK bor. DDR5 1 TB SSD, videokarta 4060 videokarta. Yo'q, videokarta 4070 videokarta, ya'ni 8 GB 4070. Bu narxini 900 dollar beraman. Kelaversin bemalol. Keyingimiz Rockstrix i9 bu ham 14-avlod, APK 32 GB, 1 TB SSDsi bor. 32 APK bor, DDR5 va 1 TB SSDsi bor. Videokartasi 4070 8 GB, holat yaxshi ko'rasiz. Chaqasi yo'q, boshqasi yo'q. Narxi 1100 beramiz. Sababi 14 bo'lgan uchun ham kuchli. Keyingimiz Lenovo Legion S seriyasi. Bu o'zi ishlagan kuni 2 kun ishlagan. Ekrani 165 Hz,
tiniq 2 ekran bo'ladi. Tagi pachetka. Bunda opetkas 16 opetkas DDR5 va 500 ga SSD bor. Eng muhimi videokartasi RTX 3050. Yangi bo'lgani uchun narxi $700. Yangi holatda $700. Plus shunaqa tepalar bor, tepalar arzon chiqadi, tepalar ancha arzon chiqadi. Pastda ham bor. Masalan, bunimiz Acer Nitro V15. Bu Ryzen 7 7000 seriya. Ekranga esa bir qidirgiz, 16 opetkas bor, 1 TB SSD'si bor, 4060 videokarta narxi $600 beramiz. Bunaqa narx bozorda yo'q menimcha. Endi xuddi shunga o'xshagan mana bu yerda arzonlari bor. Mana Victus'lar bor, arzon chiqadigan mana Victus'larimiz bor. Bunda videokarta RTX emas, videokartasi oddiy, videokarta GTX narxi $390 beramiz, $380 beramiz, kelaversin bemalol. Shunaqa arzonlarimiz bor, hammasi RTX masalan ko'p mana MCL bor, Nitro eski versiyasi bor misol uchun. Masalan i7 Nitro bor, RTX 3050 16502 i7 11 buni narxini 450 beramiz, kelaversin bemalol. Xullas, ko'rdingiz-a, bundan qo'liga arzon qilib beramiz. Masalan, bizda anaqa yolg'on xabar yo'q, bunaqa narx deb aldab chaqirish ham yo'q. Borchi qanday shuni ko'rsatyapmiz. Agar bu video agar bu notebooklar siz kelguncha sotib ketsa, joyiga o'sha beramiz bemalol. Mavzumiz bildingiz, Aus 9 do'kon. Toshkent shahar markazi Aus 9 do'kon. Sog' bo'lasizlar.